$110 ga shuni olsanglar bo'ladi akalar. Paytida 900-950 dollar sotilgan rost akasini tank skuter hisoblanadi. Oldi bagajlari ham juda ham baquvvat, 300 kilo yukni bemalol ko'taradi. Orqasida 2 tadan 4 ta amortizator joylashgan bo'ladi. Mana sidinkasini ham ko'rsanglar bo'ladi, ochiladi. Noshkasini ham ko'rsanglar bo'ladi akalar. 32 ampere akkumulyatordan 6 ta bo'ladi. Xo'p, buni $110 dan 6 oyga bo'lib to'lashga xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari buni oldi va orqa tormozlari jidqisli bo'ladi akalar. To'xtashga juda ham udobni, tezroq to'xtaydi akalar. Juda ham baquvvat. Mana pultlari bo'ladi masofadan boshqarish uchun. 3 ta skorosi bor. Zadnisi ham bor buni. Signal, поворот, fara hamma qulayliklarga ega. Hozir akkumulyator qo'yilmagan. Akkumulyatorni yangi korobkadan ochib, 2026-yilda ishlab chiqarilgan akkumulyatordan qo'yib beramiz. Xo'p, naqd pulga olmoqchi bo'lsanglar, $450 berasizlar. Shunda olib ketsanglar bo'ladi. Faqatgina bir dona Qum bozordagi do'konimizda qolgan. Kim ulgursa, ulgurib qoldi akalar. Bo'lib to'lashga aytib o'tganimdek, 6 oyga $110 dan, naqd pulga $450 ga olib ketsanglar bo'ladi akalar. Bunaqa sifatli, baquvvat skuterlarni faqatgina Armada Motors'dan topsanglar bo'ladi akalar. Bilasizlar, bu skuterni bizni boshidan kuzatayotganlar biladi. Bu skuterni $900-950 sotganmiz. Bir dona qolgani uchun $450 ga berib olamiz. Agar bo'lib to'lashga olaman desanglar, Uzun marketdan $450 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Bitta bu skuter emas, Armada Motors'dagi nimaiki mahsulotni bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Skuter bo'lsin, u Muraveymi, zapchastmi, akkumulyatormi, motormi, farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. Xullas, liboyini bo'lib to'lashga chiqarib beramiz. Videoga like bosib, profilimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun.